Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'tgan safargi videomizda gipsoblokka montaj ishlarini qanaqa qilinganini tushuntirib o'tgan edik. Gipsoblokdan elektromontajlarni qilishda gipsoblok yumshoqroq bo'lganligi uchun uni ochib joyini tayyorlab kabellarni o'tkazish qulay bo'ladi. Mana simlari kelgan. Hozir namuna uchun bitta xonani ikkitalik включательga toklarni ulab, mana hozir под напряжение turibdi. Tokka uladik. Bir xonani o'shani ko'rsatib o'tmoqchiman. 2 klavishli включательni qanday ulashni ochig'ini aytsam o'zim ham videoda ko'rib o'rgandim. Mana shunga ko'ra uladim mana включательlar. Mana o'rtoqlar, Vivo kompaniyasiniki. Bu yerda asosan ko'k va oq kabellar bor. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Ledga ulaganman. Mana kelayotgan tokda ko'k va oq o'tkazgichlar bor. Uni ledga ulaganman. Bu 10 voltlik eng kichkinasi. Har bir xonaga kichkina bo'lsa ham 4 tadan qo'yib, diagonal shaklda ikkitasi o'chirilib, ikkitasi yoqiladigan, xohlasangiz 4 tasini ham yoqadigan qilmoqchiman. Mana endi buni ishlash jarayonini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana ikkita led lampochkamiz. Hozir bittasini yoqaman mana. Mana bittasi yondi. Ikkinchisini ham yoqaman mana. İkincisi ham yondi mana. Buni o'chiraman bittasini. Ikkinchisini ham o'chiraman. Mana shunaqa gaplar. Qisqacha shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.